Bismillah. Bugun qiziljo'la barglarini ajoyib lekin oson usulda tikishni o'rganamiz. O'z o'chadigan ruchka bilan kerakli bargni chizib olasizlar qizlar. Oddiygina qilib chizib olsangizlar ham bo'ladi. Chizib olganlaringizdan keyin qo'lga skoch o'raysizlar. Skochga qizlar kerakli ranglarga botirib olasizlar. Qora va oranjiy rangdan foydalanamiz. Barglarimiz chiroyli chiqishi uchun ignaga bitta oranjiy, 4 ta qora va yana 2 ta oranjiy o'tkazib olasizlar qizlar. Uchburchak qilib tikishni boshlaysizlar. Birinchisini tikib olgandan keyin xuddi shunday biser o'tkazib, ikkinchisini bargni boshlangan nuqtasidan ikkinchi tomonga qarab tikasizlar qizlar. Keyingi etaplari uchun biserlar bir-biriga tutashgan joyini ozgina tepasidan ignani kirgizib, shu tarzda davom etasizlar. Biserlar soni o'zgarmaydi, standart bo'ladi. Xuddi shunday qilib ikki tomonga bir xil qilib 4 qatordan yoki agar zichroq bo'lsin desangizlar 5 qatordan tikib olishlaringiz mumkin, lekin hamma etapimiz shu tarzda davom etishi kerak qizlar. Faqat chizganlaringizdan chetga chiqib ketmaysizlar. Bargni uch qismini tikish uchun bargni o'rtaroqdan ignani kirgizib, qizlar yana 3 ta oranjiy, keyin yana 4 ta qora, 2 ta oranjiy yoki 3 ta oranjiy qilib bargni uch qismini tikib olsangizlar bo'ladi qizlar. Bunaqa layfhaklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Agar Telegram kanalimga o'tsangiz, to'liq sekinlashtirilgan videosini tashlab berishim mumkin. Ignaga qizlar 4 qavat ip o'tkazasizlar, sababi siniq biser yuvib kiyganda ipni kesmasligi uchun. O'zi o'chadigan ruchkamiz dazmollaganda o'chib ketadi. Videoni yanada sekinroq ko'rsangizlar agar chiroyli qilib o'rganishlaringiz mumkin.